Qiyomatdan nishona o'tayotgan kunimiz. Xotirjamlik deganni unutdi har tunimiz. Bilmam ertamiz qandoq xarobdir bugunimiz. Tog'lar turgan joyidan ko'chmaganiga shukr, qiyomat o'z eshigin ochmaganiga shukr. Oilada zoti o'zini bek bilmasa, ayol zoti halovat sakinada bo'lmasa, o'zbek qizi qornini ochishdan or qilmasa, tog'lar turgan joyidan ko'chmaganiga shukr, qiyomat o'z eshigin ochmaganiga shukr. Qushlar qolib qurbaqa ko'kda qilsa parvozlar, oq qushlar maskaniga egalik qilsa g'ozlar, pora ila shogirdin yetishtirsa ustozlar, tog'lar turgan joyidan ko'chmaganiga shukr, qiyomat o'z eshigin ochmaganiga shukr. Iymondan voz kechilsa, lazzat uchun bir onlik va o'sha zot atalsa taqvodor va iymonlik, qaroqchilik hukmiga o'tsa agar posbonlik, tog'lar turgan joyidan ko'chmaganiga shukr, qiyomat o'z eshigin ochmaganiga shukr.